Dr. Sarterbeat. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, sog' salomatmisizlar? Hammani o'ylagan ishlariga omad, baxt yotdi deymiz. Mana kuchlarimiz ochiqdi, aylantirganni qo'ziqorinlarni yeyishyapti. Mana yaxshi vitaminlarni organizmiga singdirishyapti. Mana qo'ziqorin oqsilga boy, immunitetni ko'taruvchi, qorinni to'q tutuvchi xususiyatga ega. Bunda yana bir antioksidant viruslarga qarshi ferment mavjud bo'lib, ular основной bularni bahorda quvvatini oshiradi. Mana quvvatini, salomatligini oshiradi azizlar. Mana o'ziga kerak bo'lgan makro mikro elementlarni yeyapti, mana etimizni. Yaxshi mana.